Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, Eldor Shomurodov haqida ajoyib yangilik paydo bo'ldi. Bugun Yevropada Shomurodovga jiddiy e'tibor qilishdi va Eldorni transfer qilishmoqchi. Bu haqida futbolni yoritib kelayotgan Yevropadagi eng nufuzli manbalardan biri, menimcha siz ham eshitgansiz, Footmercano.net sayti ushbu ma'lumotni chiqardi do'stlar. Men esa buni kechasi bilan uxlamasdan sifatli qilib o'zbekchaga tarjima qildim. Albatta bu sizlar uchun. Mana shu mehnatimni qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib ushbu videoga like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Qadrli do'stlar, ushbu xabarni e'tiboringizga havola qilishdan oldin bir gapni aytib o'tmoqchiman. Oldingi dasturlarimizda Eldor haqida ma'lumot chiqarganimda hamma Eldorni qo'llash o'rniga uni ustidan kulib, hate qilishdi. Ya'ni Eldor qarib qoldi, u Başakşehirda umrbod qoladi, o'sha jamoada qolsa ham katta gap deb Eldorni ko'ra olishmadi. Bugun esa Eldorga Yevropa futbolidagilar tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda. Qadrli do'stlar, ma'lumot uchun Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev to'p surayotgan Başakşehirning navbatdagi o'yini 15 fevral kuni Beshiktosh jamoasiga qarshi dahshatli uchrashuvda bo'lib o'tadi. Ushbu o'yinda Eldor Shomurodov asosiyda tushadi do'stlar. Eldorning o'yinini ko'ring va bahra oling. Ushbu o'yinni jonli efirda ko'rish uchun esa Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiriting va Abduqodir Husanov nomli kanalimiz kelib chiqadi. Boshqa kanallarga aldanmang do'stlar. Kanalimizda nafaqat Eldor va Abbosning o'yinlari, balki Abduqodirning o'yinlari, xullas O'zbekiston futbolidagi barcha ma'lumotlar, o'yinlar, xabarlar Telegram kanalimizda bo'ladi. Albatta obuna bo'lib qo'ying do'stlar, afsuslanmaysiz. Biz esa Eldor haqidagi xabarni davom ettiramiz. Eldor Shomurodov ushbu mashhur manba milliy chempionatlarning navbatdagi turlari yakunlariga tahlil qilib, to'purarlarning yangi reytingini tuzdi. Unga Germaniya, Angliya, Avstraliya, Belgiya, Shotlandiya, Ispaniya, Fransiya, Gretsiya, Italiya, Niderlandiya, Portugaliya, Rossiya, Shveysariya va Turkiya chempionatlarida gol urgan futbolchilar kiritildi. Ro'yxatni Bavariyaning angliyalik to'purari Harry Kane boshqarmoqda. U Hoffenheimga qarshi o'yinda dubl rasmiylashtirib, jamoasining 5-1 hisobidagi g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Ayni paytda tajribali hujumchi hisobida 21 o'yinda 24 ta gol bor. Ispaniya chempionatining navbatdagi turida Valensiyaga qarshi o'yinda yana bir bor gol urgan Kylian Mbappe ham ajoyib formasini saqlab turibdi. Real vakili 22 ta uchrashuvda 23 ta to'p kiritgan holda Harry Kane'ning ta'qib qilib kelyapti. O'zbek futbol ishqibozlari uchun e'tiborli jihati shundaki, Yevropa ligalari to'purarlari reytingida Eldor Shomurodov top 10 dan legionerimiz Eldor Shomurodov ham joy oldi. Reytingning eng yuqori 10 pog'onasida quyidagicha ko'rinishda: Harry Kane 1-o'rinda, Kylian Mbappe 2-o'rinda, Erling Haaland 25 ta o'yinda 21 ta gol bilan 3-o'rinda, Valensis Pavlidis 27 yosh, 21 ta o'yinda 19 ta gol va u 4-o'rinda, Ayanes Uede 5-o'rinda, Luis Suarez 6-o'rinda, Igor Thiago 7-chi, Paul Onacho 8-chi, Yanis Begunu 9-chi va Eldor Shomurodov 10-o'rinda qayd etilgan. Va bundan tashqari do'stlar, reytingda Eldor Shomurodovdan keyingi pog'onalardagi o'yinchilar juda ham mashhur o'yinchilar. Qarang, Bedar Moreki Mallorcada o'ynaydi, Lautaro Martinez Interda o'ynaydi, Meyes Ginverde Marselda o'ynaydi, Luis Diaz Bavariyada o'ynaydi, Jesus Andres Ramirez Diaz Nacional jamoasida o'ynaydi, Samin Aguero Portoda o'ynaydi, Ayub El Kabi Olympiakosda va Tavande Maskevina Motorelli kabi to'purarlar qayd etilgan. Ta'kidlash joizki, Eldor Shomurodov Italiya chempionatidagi qariyb 5 yillik faoliyatidan keyin Istanbul Başakşehir jamoasiga ko'chib o'tdi. Tajribali hujumchi tobora kuchayib borayotgan Turkiya Superligasida juda tez moslashdi. Eldor Shomurodov chempionatning boshidan beri muntazam to'p kiritmoqda. 30 yoshli hujumchimiz Superligadagi 17 ta raqib jamoadan 14 tasiga, ya'ni Beshiktosh, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Kocaelispor, Gençlerspor, Trabzonspor, Kezimibhara, Samsunspor, Gaziantep, Fatih Karampur, Rizespor va Eyüpspor darvozasini ishg'ol qildi. Endi Turkiya yuqorida divizionida Eldor Shomurodov gol ura olmagan
ikkita jamoa qoldi. Legionerimiz Giuseppe va Fenerbahcheda chempionatning ikkinchi yarmida o'yinlarida to'p kiritishga harakat qiladi, ammo Kesper esa chempionatlarning har ikki o'yinida Shomurodovni gol urishiga yo'l bermagan yagona jamoa bo'lib turibdi. Qadrli do'stlar, tushunganingizdek, hamyurtimiz Eldor Shomurodov katta ehtimol bilan Interga transfer qilinishi mumkin, chunki hozir Inter Eldorga qiziqish bildirmoqda, chunki u Lautaro Martinesni ham hattoki ortda qoldirgan. Qadrli do'stlar, negativlar negativ yozaversin. Sizlar esa hamyurtimiz Eldor Shomurodovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Orqa O'zbekiston ilg'ab Eldor Shomurodov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Hozirda Eldor Shomurodovning umumiy 21 o'yinda 15 ta gol urgan va bunga hamyurtimiz 1856 daqiqada erishgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizga keyingi o'yinlarda ham omad tilab qolamiz. Va mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.